Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam necha marta umra, necha marta haj qilganlar? Qo'l ko'tarib. Majda. 4 marta umra qilgan, 1 marta haj qilganlar. He, maşallah. 4 marta umra, 1 marta haj qilganlar. Ana. O'qisa yaxshi-da ko'rlaysizmi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'g'illarini kim sanab beradi? Qo'l ko'tarib o'g'illari. Mayli, yoshlardan ham. Qani? Aha. Xo'p. Rahmat. Payg'ambarimiz alayhisalomni nechta qizlari bor va sanab berish kerak? Mayli, siz ayting. Alijonimning 3 ta farzandlari bo'lgan, 2 ta o'g'il, 4 ta qizlari bo'lgan. Qizlar sanab. Zaynab, To'xtang. Ummu Gulsum, Ruqayya, ha? Zaynab va oxirgisi Fotima. Fotima onamiz, ha. Mayli. Tartiblarini ozgina o'zgartirdilar, mayli. Zaynab onamiz kattalar bo'ladi.